Burası. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli Gulnarek obunachilari, bormisizlar, omonmisizlar, chorva ishqibozlari, zotli o'kiz ishqibozlari. Xudo xolasa Xorazm viloyati Gurlan tumani Do'sonbek elindamiz yurtdoshlar. Xudo xolasa sizlarga bugun zotli o'kizlarimizda sotuvga qo'yildi. Xudo xolasa bir qator obzor qilib beramiz yurtdoshlar. Bugungi sanamiz 18-mart yurtdoshlar, haftaning 3-kuni syomka qilyapmiz. Xudo xolasa bir qator ko'rib boraverasizlar. Bo'rimizda 8 dona zotli o'kizlarimiz bor. 6 dona Greenford, 2 dona Simmentalga gibrid yurtdoshlar. Videoni oxirladan ko'rasizlar. Xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rab qolamiz. Bo'lmasa videolarimizni boshladik. Video bu yerning manzili yurtdoshlar, kommentariyaga tushsangizlar, lokatsiyalari bo'ladi. Ya'ni ko'rsatib o'tamiz. Urganchdan, Gurlandan, Shovotdan kelayotgan akalarimiz uchun bu yoqdan Gurlandan kelaverasizlar. Do'sonbek eli deb yo'lda yozuv chiqadi yurtdoshlar. To'g'ri kelaversangizlar, o'ngga burilasizlar Do'sonbek ostanovkadan. Ana shu ko'chadan to'g'ri yuraverasizlar. Oxirgida chap qo'lda birinchi yurtdoshlar. Bu yoqdan kelayotgan bo'lsak, Ves Qoraqalpog'iston bitdan Mang'it, Xo'jayli, Nukus akalarimiz uchun shu yoqdan kelaverasizlar. Shu yoqdan kelaverishda chap qo'lda bo'ladi yurtdoshlar. Do'sonbek elatindamiz. Bemalol kelaverasizlar yurtdoshlar. Ana shu ko'cha bo'ladi. Ana shu ko'chadan kelaverasizlar, to'g'ri. Ana shu xonadan bo'ladi. Ana videolarimizni boshladik, xudo xolasa yurtdoshlar. Jo'rabek yaxshimisan aka? Jaldirsanmi? Sog'liq yaxshimi? Ishlar bo'latirmi? Qarmi aka? Ay, bor bo'lingiz, yaxshisizlar. Shukr, Xudoga shukr. Ana bir boshdan xudo xolasa ho'kizlari bor ekan Jo'rabek akamizning. Narx-navolarini hammasini yoritib o'tamiz. To'g'rimi Jo'rabek? Ha, to'g'ri. Jo'rabek, qaysidan boshlaymiz xudo xolasa? Bir chetdan ketaveramizmi? Bir chetdan ketaveramiz asta. Endi qana bir qator aytadigan bo'lsak, buni oyog'ini sotamizmi, yo bo'lmasa kilo bo'lsa, kilog'ami qanday variantlar bor? Endi shu pes bahadan bilet bahasinacha aytamiz, kilog'ini ham beraveramiz aka. Ha, kilog'adan beraveradi, oyog'ini ham. Oyog'idan beraveramiz. Живой veskadan, tarozigadan bo'laveradi. Bo'laveradi. Hammasi hozir video adında ko'rib o'tganlaringizdek iri semiz o'kizlardan yurtdoshlar. Shunda bu Greenford'imizni aytsak, necha tish ekan bu? Bu o'jak hali. Eli o'jak bu. Ha, chiqmadi hali. Aha. Eli o'jak. Ana ko'rib turganlaringizdek, hozir orqalaridan borib bir qator ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa, eli o'jak ekan Greenford'imiz. Ko'rib turganlaringizdek, yeb ichidim zo'r axir Jo'rabek, to'g'rimi? Yeb ichib turibdi. Yeb ichishi nima berib boqyapsizlar buni? Silos yeb turibdi hozircha. Hozir silos yeyotir. Yine yememaydi axir, ha? Yemaydi, samon yemaydi. Pishirib berib tursizlarmi yo atalami? Pishirib berib turibsiz, atala. Atalami? Atala bilan bog'ib turibdi degani. Ana shu darajaga yetildi bular. Atala nelar bilan bog'ib. Yosh vaqtida o'ydingizlarmi? Yo'q, yosh vaqtda o'ydik. O'jak vaqtda o'ydik bo'ladi. Hammasini. Birov eng kattasi bor ekan, sotilibdi u. Kattasini sotdim. Eng ulqoni bor ekan, sotilibdi yurtdosh. Tak, bu ikkinchi o'kizimiz ham ko'rib turganlaringizdek, yeb ichsiz axir bularning. Ha, yeb ichib turibdi aka, sog'lom. Siloslarni yeb turibdi. Bu shoxli yil ekan. Bu ham Greenford qo. Ha, Greenford. Bo'ylarini aytadigan bo'lsak, bo'ylaridan chiqadi. Biri 40 chiqib boradi, to'g'rimi? Biri 35, biri 40 chiqib boradi bo'ylar. 5 ham chiqadi belgilari. Orqalari asta baland to'p boraveradi ekan yurtdoshlar. Ko'rib turganlaringizdek mana. 3-chi o'kizimiz. Hammasi yosh bularning. Yosh. Buni ham bo'ylari orqaga qaraganda balandroq yurtdoshlar. Eng kichkinasi bu bo'yi pasi. Ha, buning bo'yi pasi nima ekan? Shu. Berg ekan, bo'yi pasroq. Boshqa kattasi. Lekin semizligi yomon emas ekan. Semizligina gap yo'q. Bergimiz ham 4-chimiz sal orqalari qaraganda yoshroq ekan bular. Bularimiz bu ikkinchimiz tish buzganmi, buzmaganmi bu? Bu tish buzgan bu. Tish buzgan. Aha.
Bu iş bizde yakında. Endi çağırmadı iki. Ikkinchini endi chiqaryapti. Bu yerga uchinchi Buna bitiş bizde bu. 2-3 kun bo'ldi men qarzana. 2 kun bo'ldi. Bu yerimiz ne? Bu ucak bu eli. Yeli o'jak. Ha, ko'rinib ham turibdi o'rtoqlar. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerimiz ne? Buna ucak eli çıkılmadı. Yeli o'jak tish buzmagan. Bu yerimiz sal sho'xroq o'xshaydi. Qolganning bari bunday yuvosh ekan bari. Bu yergining Buna bitiş bizde yakında. bu ham tish buzgan, 2 tish. 2 tiş. Bu yerda o'g'izlarimizning bari yosh ekanda. Yaş eli 2 var. tish buzgan. Endi biri ko'pisi baga to'yina kelib turibdi. Bir 2 uvi bor ekan tish buzmagan. Endi основной yurtdoshlar hammaning yaxshi ko'radigan semental ho'kizlarimiz bor, gibrid. Sementalga gibrid dedi sizlar abi buni. Gibi. Sementalga gibrid dedi ana. Bo'ylarga qarang, bo'yinga jonivorning ana. Baqqanga rahmat deb yozib ketaverasizlar yurtdoshlar. Bumuz ham tish buzganmi? Bular çık basıp 4 yaş oldu bular. 4 yosh bo'ldi. Yeb ichish soz. Yebiçim sağlam. Aha. Bularga kasalliklarga qarshi hammasi ukollar urilganmi? Ha, okullar uruldu, kasalliklerden öttü, beri sağlam. Aha. Unda ovsil, andan kasalliklar yo'q. Yok, sağlam. Olmadı onlar. Bari sog'lom. Uyda boqilib turgan ana. Ko'rib turganlaringizda yeb ichishlari dim zo'r, bari yeb ichib zo'r bo'lib turibdi ana. Bularimizni bo'ylarini aytadigan bo'lsak, 1,5 metrdan ziyod bo'ylari. 1.60 çıkardı. 1.60 chiqib boradi. Taxminiy aytib o'taveramiz yurtdoshlar. Ko'rib turganlaringizda kalak buni ham bo'ylari shu atrofda chiqib boradi 1.5, 1.60. Bular ukollari hammasi urilgan, o'gizlarimiz hammasi sog'lom yurtdoshlar. Qana bularning endi baholarına keladigan bo'lsak, baholari necha so'm? Bular sementallarnikini aytamiz boshda. Simentallarda 45 milyon deyimiz aka. 45 million. Kelişemez. Kelishadigan yeri bor. Ha, kelişemez. Taraziga o'lchanmadi. Ölçemedik. Endi hech qachon qiziqish o'lchab ko'rmadingizlar axir. Bir ay burun ölçeken edik bulardı. Aha. Bunu 630 kala keviydi. 630. Ano 660 kala keviydi. 660 kala. Bergini qancha keldi dedingiz? 660 kala. 660 kala kelibdi juvoy besini. Ana yurtdoshlar, baqqanga rahmat deb yozib ketaverasizlar kommentariyada. Xudo xolasa sizlar uchun shunday videolarni yoritaveramiz ana. Simental gibi değil. Sementalga gibrid ana. Şivet bilen çıkan hilesi. Ha, shvet bilan chiqanmi? Yovurlarni ko'rishingiz mumkin, ajoyib. Toshlar. 45 million so'm baho aytib turibdi bu qizlarimizga oyog'ini. Xudo xolasa kelib ustunda kelishaverasizlar. Bu yerga ikkinchimiz ham shunday shvetga semental ekan gibrid. Yeku. Ko'rib turganlaringizda. Yeb ichishi hammasi ukollari hammasi zo'r. Yeb ichishine gerek yo'q. Orqalari perchi o'zi. Yekuna. Buni ham shundaymi Jo'rabek? Mana shunday buna. Bu ham shu baho. Shu baho shu kelishaveradi. Bu ham shu baho kelishaveradi. Bularni qana teraziga qancha aytamiz bularni? Teraziga 65 ming so'mdan aytamiz. 65 ming so'mdan teraziga aytiladi. Kelishamiz azan. Kelishadigan yeri bor. Ana optim olsan ish bo'ladi, optim. Optim olsam kelishaverasizlar-ku. Optim azan ha, kelishaveradi. Terazi desa terazi. Yani optim olsa optimdan adam kelishaveramiz deydi ukamiz. Ana 65 ming so'mdan teraziga kelishamiz deydi. Oyog'ida 45 million so'm aytib turibdi yurtdoshlar. Semizliklarga gap yo'q. Endi Greenfordimiz akalar. Voh. Bular tish buzgan. Ko'p turganlaringizda orqalaridan perch. Yeb ichishlari zo'r axir buning ham. Buning bahosi bular necha so'mdan bu gibrid nelar? Greenfordlar. Bular barisini bir aytamizmi? Qo'yig'i, suyug'i. Shunda qancha aytamiz? Qo'yig'i, suyug'i. Ana yurtdoshlar, orqadan ko'rinishlari ho'kizlarimizning. Oynaqdan qarang'iroq bo'lib turibdi.
Ko'rib, baho beraverasizlar bir qator. Bularimizni Jo'rabek necha aytamiz shunda? Hammasini. Bularni bir joyda 40 million deb aytamiz, kelishamiz hali. Aha. Kelishadigan yeri bor. Bor edi. Ana yurtdoshlar. 40 million so'm oyog'ini aytib turibdi, kelishamiz deydi. Yurtdoshlarimiz kelsa kelishib beraveramiz aka. Ana. Bulardan shu terazigadan kelishaverasizlar bu. Teraziga ham kelishamiz shu 65 ming so'm bahosi. Ana 65 dan bulardan ham teraziga. Xudo xolasa ustunda kelib kelishaverasizlar, tortishib. Hozir hammasini bir baho aytib o'tirmaymiz deydi ukamiz. Shu Xudo xolasa 40 milliondan aytamiz deydi. Arasında yaşlarından var, ağırlıkları. Üstünde kelishaveramiz ularni, qo'yig'i, suyug'i 40 dan aytib. Xudo xolasa kelishamiz beraver deydi kelsangizlar. Kelib turib, xudo xolasa savdolashib, tartishib olaverasizlar. Ko'rib turganlaringizda beri pech. Orqalaridan ko'rinishlari, mana ko'rib baho beraverasizlar. Bir ekuvi bor ekanda Jo'rabek tishimiz bo'lgan. Uchuvi bor. Ha, uchuvi bor ekan. Chizmagan uchuvi bor. Qolganning beri tish buzib tayyor turibdi bag'ishga. Tayyor ava. Ko'p Yaqinda chiqib bizda bular. Ana. Yaqinda biz tishda ana. Shunda bularni 40 dan aytamiz, 65 dan teraziga. Kelishadigan yerlari bor. Kelishsak dastlab xizmatlarni qilaverasizlar axir. Dastlabki xizmatini ham kelishib qilaveramiz aka. Aha. Kelishsak dastlab xizmatini ham qilaveramiz deydi. Kimga qiziq bo'lsa, telefonlashib, xudo xolasa kelaverasizlar yurtdoshlar. Hammaga nasib etsin shunda ho'kizlar bag'ish. Simentolarni gibrid. Ko'p baho beraverasizlar. Maşallah. Ay canavar. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarni qoldiramiz. Manzillarimizdan aytib o'tdik. Xorazm viloyati Gurlan tumani Do'sonbek elindamiz yurtdoshlar. Xudo xolasa shu ho'kizlarimizning hammasi sotiladi. 8 bosh. Bu videoning zotli ho'kiz ishqibozlarini iborat qo'yaverasizlar. Nomerlaringizni aytib o'tasizlarmi? Nomerlarimiz 94 dan 917 9010. Shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Bo'lmasa video ostida ham nomerlarini yozib qo'yamiz yurtdoshlar. Shu bilan sog' salomat bo'ling, videolarimizni yakunlaymiz.